Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan roman Bayavandagi Gulxan. Avtori G'ulam Ömer. Birinchi qism. Ikkinchi bob. Davomi. Ahmad apandi balalarning orqasidan unsiz qarab, do'stining metodiga zo'qlandi. To'xtaji go'ya, "Qandoq yigitlar, bizning do'stimiz Tavfiq qandoq kishi ekan?" degandek qilib mulozim yigitlarga va Tudaxunga qarab qo'ydi. Mamtili apandi balalarning orqasidan mamnuniyat, mehribonlik, zo'qlanish, shundoqla echinish aralashgan so'z kulimsirishi bilan qarab turib uzatayotgandan keyin do'stlariga qaradi. "Kechirsizlar, zeriktirib qo'ymagandiman", dedi u. "Yo'q, apandi, aksicha bak yaxshi bo'ldi", dedi Ahmad apandi xiyolchanlik bilan. Mamtili apandi uning degani rostmi degandek to'xtachiga qaradi va "Endi navbat sizlarga, do'stlar. Birdan muqomlardan mung qilaylimi?" dedi. "Qo'llari dard ko'rmasin, shundoq qilsizlar", dedi to'xtachi jonlanib. Tavfiq tarlarni terangishib tingshab, ondan qaytadan sozladi. Tambur g'amkin teranglab, orqadan sho'x kuylarni, shod xuramliqni hikoya qilishga boshladi. Tavfiq Rakning birinchi dastonini nihoyati bilan ovozda o'qidi. "Ey dilo gul vaqtida gulzoridan andisha qil, o'zmigil behuda gulni koridan andisha qil. Kimki kirdi bu chimanga ta gulni uzmay yonmidi, ori ori gul uzarsan xoridan andisha qil. Pasha kim bedorliqidan ichdi odam qinini, ba'zi mardumi bedoridan andisha qil. Rost gapingni aytmag'il har kimni sen mahram bilib, aql arsang mahramu asroridan andishi qil. Ganji zohir atma tut nahon aldin neri, topsa shahvat zolimi badkoridan andisha qil." Turdaxun tamoqning tayyor bo'lganligini xabar qilish bilan naqshni uzib qo'yib, mehmonlarning kayfini buzitishdan xijil bo'lib, tamtirab turadi. To'xtachi buni sizib, Mamtili apandi bir naqshni tugitib, birini boshlag'ichlar uni nuqib, "Rahmat, apandim, safarning hordiqini chiqardilar. Amdi sohibxonni saqlatib qo'ymayli", dedi. Mamtili apandi tamburni Turdaxunga sunib, "Arzularimizni yerda qo'ymag'ining'iz uchun rahmat aytishga tilimiz ojiz", dedi kulib. "Yo'qso, yo'qso", dedi Turdaxun mushundoq yaxshi mehmonlarga degandek ish qilib berolmaganligiga o'kinib. "Qo'l chayqasizlar." U chaqqan harakatlari bilan ularning qo'liga suv berdi. Tamoq yeb bo'lishgandan keyin bir oz parang silib o'ltirishdi. Turdaxunning uyining atrofini aylanib kirishdi. Shundoq qilib sohibxonlarning xohishiga bo'ysunib qo'nib qoldi. Ertasi ufuq suzilganda mehmonlar ketish uchun tayyorlanishdi. Mamtili apandi dora sumkasini ichib, o'rnidan chopadigan malham dora ilib, sohibxon ayolga berishni va bolaning beshiga qandoq parvash qilish haqida topilashni unutmadi. Boshqa bolalar haqidami birmuncha gap topiladi. Bu chog'da bolalarning hammasila o'rnidan turib ketishgan edi. Chunki ular tunugunla mehmonlarning mangdigan vaqtini uqib olg'achqa, intayin sagak yetishgan edi. Mamtili apandi bolalarning hammasini bir-birlab suyib xo'shlashdi. Biroq bolalar daryo bo'yigacha billa boramiz deb turib Turdaxun bolalarga koyidi. Lekin Mamtili apandi gapni uzartmaslik uchun gap so'zsizla talay qizni ko'tarib oldi. Ondan mangdab qolgan qiyiqchiga, "Mayli, borsa borsin, biz shu yerda xo'shlashayli", dedi. Turdaxun amalsiz qolgandek ayoliga qarab, beshini eg'ib qo'yib, Tavfiqning mursidagi dori somkasini oldida mehmonlarni boshlab yurib ketdi. Ko'chada tunugun naqsha o'rgangan bolalarning hammasi va tunugunki qiziq murosimga qatnasholmay qolgan bolalarmu kutib turishadi. Ular oqshom Sulaymondan mehmonlarning tong saharda yo'lga chiqadiganligini anglagan edi. Mehmonlar va asosan ushoq bolalardan iborat bo'lgan uzatquchilar qumluq sohilini bo'ylab nam qirg'oqqa ro'shan izlarni qoldirib, kechikka qarab ketishdi. Bahorning quyoshi sharq ufqini qizartayotgan, ham nam va sovuq edi. Saharning jimliqida daryoning shovqini alohida anglanadi. Ular kechikka yetib keldi. Mulozim yigitlar chamadonlarni qiyiqqa soldi. Mamtili apandi ularning xizmati oxirlashib, qaytadigan vaqti bo'lib qolganligini his qilib, sal-pal ko'ngli yerim bo'ldi. "Xayr, ukalar, sizlarni toza ovar qildik", dedi u ta'sirlik ohangda.
Andaq demisi ya, bolsuğu Qashqargacha opirishib bersak bo'ladi. Ammo bak yiroqqa ketib qoladi ekanmiz. Yelimo sizlarga chidamay shu, qog'liqdan yonimiz, poskamdan yonimiz deb mushu yergacha kelibdiq, dedi. Ular yig'lamsiragandek ahangda. Ko'nglida bo'lsa dastlab yollanganda mehmonlardan pul olgani uchun xijil bo'lib qilishgandek qiladi. To'xtaji bilan Ahmad apandilarmo bir ikki ig'izdan takallub etib, ular bilan xo'shlashdi. Turdaxun qiyiqni yashkicha Tavfiq tali qizni yerga qo'yib, peshonasidan so'ydi va "Xayr, qizim" deb xo'shlashdi-da, qiyiqqa sakrab chiqib oldi. "Ukanglarni ilib uyga ketinglar, bolam", dedi Turdaxun Sulaymonga. Qiyiqni sayozdan ittirib chiqarib etib, "Yo'q, ketmaymiz. Sen kelgicha turmiz", dedi o'g'li xotirjamlik bilan. Turdaxun qiyiqni sayozdan ittirib chiqarg'icha Mamtili apandi qirg'oqda turgan balalarga "Oqshom o'rgangan naqshni unutib qolmagan bo'lsanglar, Sulaymon, o'g'lim, sen boshlab bergin", dedi. Sulaymanda balalarga xos maqtanish tuyg'usi paydo bo'lib, tang tushlarga ishonchsizlik bilan bir qarab qo'ygandan keyin gelini qirdi va naqshni boshladi. Aldirab qolgan balalar darmahal naqshiga jo'r bo'lib ketolmagan bo'lsa-mu, bir ikkidan boshlab andin umumiy xo'rga aylantirishdi. Mamtili apandi do'lqonlar ichida iqim yo'nalishi bilan qiypash tuvanga surilib ketayotgan qiyiq ustida turib, balalarning sohilni zilzilaga keltirayotgan sadosiga quloq silib, to'xtamay qo'l planshitdi. Sharqdan ko'tarilgan quyoshning nuri taram-taram bo'lib, g'arb taraf osmonidagi bulutlarni qizartgan, shundoqla to'lqin yuzida jilva qilib jimirlaydi. Mamtili apandi u qatta qolgan balalarga qarab, go'yo yaxshi ko'rgan kishisi bilan abidiylikka xo'shlashayotgandek qiymasliq tuyg'usida yuragi sho'r qilib eg'ib ketdi. Uning xiyoli Turkiyaga ketish oldida Shamayda qolgan ayoli Sarvar va o'g'li Abdusamad tarafga ketgan edi. Orqadan Turkiyadan yo'lga chiqish oldida shafqatlisi Abdulla apandi va uning yolg'iz qizi Adiba bilan xo'shlashgan chog'larimo ko'z oldidan uchib o'tib, ig'ir, mungluq va ta'sirlik misralarga aylanishga boshladi. Bu chog'da Ahmad apandimo Turkiyadan yo'lga chiqish oldida ayoli va o'g'li bilan xo'shlashgan chog'larini eslamoqda edi. Ular shimoliy qirg'oqqa yetib keldi. Turdaxun mehmonlarning yuk taqlarini ko'tarishib, quruq yergacha opirib berdi. To'xtaji uningga pul tanglabidi. U xafa bo'lib, "Nima qilyaptilar, apandim? Kambag'al bo'lsammi, odamchilikni unutib qolmadik ya", dedi. "Sizni desakqu, bermasakmi bo'ladi", dedi Mamtili apandi To'xtajiga bo'lishib. "Lekin balalarga ko'ngildagidek sovg'a qoldira olmadik. Shunga bu bizning balalarga tutgan sovg'amiz bo'lsin." Tavfiq kulimsirab gap qilayotgan bo'lsa-mu, uning ovozida o'ziga xos bo'lgan, rad qilib qiyin bo'lgan bir xil kuch bor edi. Turdaxun hech narsa deyolmadi. Pulni olgandan keyin ovozi titragan holda, "Xayr xo'sh, oq yo'l bo'lsin, xudoyimga omonat", dedi va bo'sh ovozda qo'shib qo'ydi. "Yemasakmi, ichmasakmi balalarni o'qitamiz. Xudo buyursa, yakanga opirib qo'yman. U yerda tog'isi bor." U bu gaplarni Mamtili apandining balalarni o'qitish haqidagi toplashlariga qarata aytib. Ular xo'shlashdi. Turdaxunning qiyiqi to'lqinlar ustida lappangshib, orqaga qarab uzib ketdi. Yo'lovchilarning oldida Kachun yezisi sahar quyoshning nuriga purkinib yotadi. Ular bu yerdan yana ikki odam yollab safarini davom qiladi. To'xtachi do'stiga chaqchaq qilib, "Apandi, arablarmi, hindilarmi, ordularmi sizlar bilan birdamdala chiqishib qoladi ekan. Ham texi ayrilishga ko'z qiymay, ko'zlariga yosh oladi ekan. Sizlarda nima xosiyat bor?" dedi. Tavfiq javoban ichilib yeyilib kulish bilan cheklandi. 3-bob 1. Martning oxirgi kunlari. Bundan sal ilgari Qashqar atrofida harakat qilayotgan Xo'janiyaz Hoji boshchiligidagi qo'zg'olonchi qo'shinlar bilan Yengshaharga bekinib olgan Majanson qo'shinlari orasidagi uzunga so'zilgan muosira urushi oyoqlashib, nisbiy tinchlik shakllangan edi. Qo'zg'olonchilarning asosiy qismi Mahmud Mo'yti boshlamchiligida Yakanga ketgan Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining Shah Mansur, Amir Sahib Nurmuhammad boshchiligidagi askarlari Yengsarga joylashgan edi. Bu chog'da Xo'janiyaz Hoji Urumchidan kelayotgan Mafuyon qismlarini to'sish uchun Maralbishiga bir bo'lak askar avatib, o'zi Oqqosh atrofida turadi.
Maralbeshidagi to'sib zarba berishning muvaffaqiyatsiz bo'lganligidan xabar tepib, Atush Ag'u bilan Tangitog' tarafga chekindi. Mafuyan qismlari orqadan qo'g'lab Tangitog'ga kelganda, Xo'janiyaz hoji aplik yer sharoitidan foydalanib, dushmanni chekindirib, Sovet ittifoqi bilan to'xtab qolgan Erkashtam suhbatini davom qilish uchun ketgan edi. Mafuyan qismlari Qashqarga kelib, Majansan qo'shinlariga qo'shilgandan keyin 27 mart tong saharda Yingsarga hujum boshladi. Shuning bilan nisbiy tinchlik buzib tashlandi. Amir sohib Nur Muhammad bardashlik berolmay, sepil darvozalarini taqib, mudofaa kurashi qilishga majbur bo'ldi. Bu chog'da Mahmud Mo'ytilar yakanda edi. Ular bu xabarni anglab, darhol Yingsarga qarab atlandi. Mahmud Sijang askar boshlab Yingsar bozorga kiryotgudek degan xabar hoy-to'yt degicha butun bozorga pur ketdi. Harbiylarni ko'rsa qo'rqadigan to'xu yuraklardan boshqa kishilarning hammasi degudek ko'chalarga chiqib, yakan darvoza tarafdan kelayotgan jangchilarni zo'r hurmat va ishonch ichida ko'z oldidan o'tkazatdi. Eng oldida 45 yoshlar chamisidagi o'rta bo'yliq, gavra kelgan, kalta siriq soqol, kang yuzlik, bug'doy o'nglik, qilich ham tapanchalar bilan qurollangan, intayin surlik, yo'g'on ko'zlaridan kishini titratadigan allaqandoq nur chechib turgan kishi keladi. Uning qishida qo'sh tapancha va qilich esvolgan chabdas bir yigit yondashib keladi. Ashu surlik odam Mahmud Sijang degan shu, dedi hammadan xabardor paranchi Sarayvan o'zining hammani so'rab turg'uchi mehminiga heliqi o'rta bo'yliq, kalt siriq soqol kishini ko'rsatib turib. Qishidikisi uning navkari İlyas, u yigit Mahmud Sijanning qo'riqchilariga boshliq. Sarayvanning qishida Qo'rshovdan burun Yingsarga kelib, Sarayvanga mehmon bo'lib turib qolgan Mamtili apandi va uning hamrohlari turadi. Sarayvan qarindishidakla bo'lib qolgan kichik burutliq bu apandiga bu yerning vaziyati haqida ko'p so'zlab bergan. Amdilikda uningga mushu yillardagi zo'r voqealarning asosli qahramonlarini ko'rsatmoqda edi. Ayna, avusi Qurban Niyaz, avu Qurban Saidi. Sarayvan har bir bo'linmaning oldida kelayotgan ofitserlarni tunishtiradi. Avu Samitaji, avusi G'upur, bular tanjanglar. Tag'a, siz ularning hammasini obdan bildikansiz-g'u, deb so'radi Mamtili apandi qo'shinlar o'tib bo'lib, ular saroyga qaytib ketayotganda. Ular bundan ilgari yakanga o'tkicha cho'nglarini tonib olgan gap bo'lmamdi. Hem özümningmi ularning orasida bir tonishim bor. O'zi cho'ng katvash emas, askar boshlig'i. 105 chig'imda uning eti Abduniyoz, o'zi Mahmud Sijang bilan Turpandan tortib birga kelgan yigit. Uning bilan xili obdan tonishlardan biz. Agar cho'lis tegsa meni izlab kelibmi qoladi chig'imda, dedi Sarayvan ishonch bilan. Sarayga qaytib kirishgandan keyin Mamtili apandi hamon urush haqida boshqalarning fikrini bilishga tirishib gap ko'chiladi. Boshqalarmi urushning chapsanroq oyoqlashib, uyiga patroq yetib olishni orzu qilishadi. Shunga hamma odamning og'zida urush haqida gap bo'layotadi. Mahmud Mo'yti Yingsarga kelibla askarlarini tartibga solib, Amir sohib Nur Muhammad askarlaridan sapni o'tkazib oldi. Tunganlar Mangshin tarafdan Sepilga yaqinlashishga tirishadi. Sepil ustidagilar ularga yaqinlashish imkoniyati bermaydi. Urushda Shamansurning putiga o'q tegib, Amir sohib Nur Muhammadning askarlari butunlay sapdan chekinib chiqdi. Janggohda faqat Mahmud Mo'yti qo'shinlarila qoldi. Ikkinchi, kulka shunchalik qudratlikki, uningga jahondagi har qanday man degan kishilarmi bo'ysunadi. Emil Zo'rla. Bu chog'da saroydagi mehmonlar kecha jimjitligini buzib, onda-sonda etilayotgan o'q ovozlariga quloq solib o'ltirib, mushu vaziyat haqida so'zlashadi. Ularning hammasida ozdir ko'pdir tashvish bor edi. Tavfiqning hamrohlaridan boshqa saroyda yana bir qancha savdogar va har xil yo'lovchilarmi bor edi. Savdogarlarning qo'lida pulliq mol bo'lg'achqa hammadan bak tashvishlanadi. Hatto ba'zilari xotin bolalarini ko'rolmay o'lib ketishidan ansirab yig'lashga boshlagan edi. Vatandoshlar, urushqa oz-poz bo'lsa-mu foydamiz tegsa, g'amdan qutulish uchun hassimizni qo'shsak yaxshi bo'ladi, dedi Mamtili apandi titit bo'lib. Nim deydiganlar apandi, zirkib qilayotgan o'xshamamlar, dedi To'xtaji beshini chayqab.
Biz o'zimizning jini bilan halak, sizlar texi yo'q gapni qilmay, ishlari pishqan bo'lsa, sozchilib bersizlar, u mug'u ko'ngil xotirjam bo'lsa, tetadigan nima? Shuning uchunmi urushni patroq tugutish uchun bir kishilik as qo'shsaq deymanda, qo'limizga qurol olayli. Mahmud Mo'yti oldiga barsak, bizga qurol bermasmi? Shu chaqda Sarayvan xushal holda kirib keldi. Men demidimmi? Abduniyoz bilan biz ondoq-mondoq tunishlardan emas, u cho'qim men bilan ko'rishgili keladi demabmidim. Mana deganimdek u meni izlab kelibdi, dedi u va orqasidagi bestlik odamni ko'rsatdi. Mana ular, men bu kishiga sizlarning gapinglarni qilib berib edim. U ko'rishga qiziqib qoldi. Shuning bilan birdam yarimdam gaplashib o'ltirmiz deb boshlab keldim. Sarayban uni tunishtirdi. Mamtili apandi uningdan urush vaziyati haqida so'rashqa bo'ladiganligini o'ylab xushal bo'ldi. Ular o'ltirib bo'lishgandan keyin Mamtili apandi Abduniyozdan so'radi. U gaplarini qo'ysizlar apandi, dedi savdogarlardan biri. Biz qachongacha to'shikka bekingan chashqandak o'ltiramiz, deb so'rayli avval. Tunganlar bizni chashqan to'shikiga kirilishga majbur qilgandan keyin ustunlik albatta shular tarafda bo'ldi-da. Abduniyozning ovozida norozilik sezilarlik jaranglab turadi. Bu holat qachongacha davomlashar? Bizning o'qimiz tugab, tunganlarga taslim bo'lguncha, yo bo'lmasa Yingsarni tashlab qochqanimizgacha davomlashidi. Mamtil apandi Abduniyozning ko'nglida yoshirin bir narsa borligini his qildi, hamda uning yuraklik, dadil odam ekanligini jazmlashtirdi. Qaraganda ko'nglingizda g'umingiz bordek turdi. O'ylaganlaringizni deb baqmamsiz. Hech bo'lmasa qo'rsingiz bo'shab qolar, dedi Mamtili apandi do'stonalik bilan. Kim biladi, har so'ngakda yilik bor, har ko'ynakda bir erkak degandek, texi sizga yordamimiz tegib qolsa ajab emas. Abduniyoz bu yiqimliq kulimsirab turadigan chiqishqoq odamga lappida qaradi. Orqadan Ahmad apandi to'xtachilarga bir-birlab qarab, go'yo sizlarning qo'linglardan nimikilar degandek bosh chayqab qo'ydi. Do'stim, qaraganda bizni maslahatga yaramaydi deb o'ylayotgandek turasiz. Men sizga Shayx Saydining munu misralarini o'qib beray. Ba'zida kallasi o'tgur danodin chiqmaydi durusroq tadbir maslahat. Ba'zida uqishmay bir go'dak nodon o'q atsa nishonga tegidu hayvat. Buningga nima deysiz? Abduniyozning chigishib turgan ko'ngli birdilla ichildi. U suhbatdoshlarining oddiy odamlar emasligini, ular oldida ko'ranglik qilib qo'yganini his qilib, ko'nglidagi noroziligini, qarg'ularcha qilinayotgan urushni bir-birlab so'zlab berdi. Oxirida o'zining planini o'ttirg'a qo'ydi. Menchi bo'lsa, sepilishchiga solinib yetib mo'kishmak o'ynamay, sirtqa chiqib urushatdim. Angitliq tarafdan bir bo'lik askar chiqarib, cho'lan eriq, qo'shma taraflar bilan aylanib setilga, tunganlarning orqasidan keldigan bo'lsa, Lomoda cho'loqning ko'rgulikini ko'rsatkil bo'ladi. O'zingizning tadbirni nimishga boshlig'ingizga aytmaysiz, deb so'radi Mamtili apandi. Shuni deyman, deb loqma soldi to'xtachi. Tadbirlarga xili joyida turadi. Nimishga sinab beqish uchun boshliqlariga demayla, desam anglasiga bir nöri, anglamay qolsa texmi chataq yeri, manga oqsoqollik qilib aql o'rgatmoqchimi deb yomon ko'rib qolsa foydasi yo'q-da. Inqilobchilar agar bir niyatga kelmasa, to'g'ri fikrni qabul qilib, xatoni tuzatmasa, qandoqmi g'alaba qilg'il bo'ladi? Qaraganda bu ish bek muhim ekan. Men bu ishga bek diqqat bo'lyapman. Agar siz aytishni xohlamasangiz, men aytaman. To'p-to'g'ri Mahmud Mo'ytining o'ziga aytaman. Shunda qilsam bo'larmi? Sijoning o'ziga? Ha, bo'lmamdi. U kishi inqilob boshchilaridan biri bo'lgandikan, albatta buningga to'g'ri qaror, bo'lmasa intayin xato qilgan bo'ladi-ku. U kishiga to'g'ri fikrlik odam, biroq Abduniyoz to'xtab qoldi. U diqqat qilish tegishlik eng muhim ishdan biri mushundaq ishlar tursa, u buningga bir nim demas, hozir berib aytsam bo'larmi? Bu chaq bo'lganda bek apsiz bo'lar, ati barala, dedi Sarayban gap qistirib. Siz bu ishga rostilla bek ko'ngil bo'lib ketdingiz-ku? Hayron bo'lib so'radi Abduniyoz. Nimishga ko'ngil bo'lmaydi ekanman? İnqilab yolg'iz harbiylarning vazifasimi? U butun xalqning, har bir fuqaroning manfaatiga munosabatlik tursa, ko'ngil bilmasam bo'lamdi? Qandoq apandilar? U hamrohlarga qaradi. Ular bosh ling'ishtishdi. Mamtili apandi ko'pchilikning maslahati bilan atsi atiganda
Mahmud Moiti bilan ko'rishishga niyat qildi. Abduniyoz әтісі әтігенде vazifa o'taydigan bo'lg'achqa, balduroq aram olish uchun mehmonlar bilan xo'shlashdi. Yana ko'rishib qolarmiz, dedi u. Bu yangi tanishlariga amdila ko'ngli tushib qolganligini oshkorlab, bizning do'stligimiz mushu yerdan boshlansin. Balkim atila Mahmud Moiti oldida uchrashib qolamdiq texi. Men sizni u kishining diqqatiga havola qilmoqchiman. Tadbirlik subaylarni bayqash, qo'mondan diqqat qilish tegishli muhim ishlarning birida. Rahmat, apandim. Abduniyoz ular bilan qo'l ilishib, qo'shishib saroydan chiqib ketdi. Davomi bor.